Acayip çıraylık bir gün bolup atıdı. Addarak bir yani titip sizlerge bir eser okup berey. Assalamu alaikum. Kitap okuşman beri avlatla toru betiga hoş geldiniz. Men Nuriye Rahman. Bugün men kentimiz, yani Meniyede. Hava naaytimi yaxshi. Bahar paslinin illiq shamali adamga boshqacha huzur berdi. Bugün alohida bir kun, yani xalqaroliq onalar bayrami kuni. Men kitap o'qishmon berdagi qarindoshlarimga ham qizim Dilfiruzga vakolatan dunyoning har qaysi joylaridagi onalarning, shundaqla kitap o'qish munberimizdagi mushtari ham kitap o'qish munberimizga diqqat berib kelayotgan onalarning bu bayramini chin dilimdan qutlaqlayman. Analar bayramimizga muborak bo'lsin. Analar jafo chekdinglar. Gapning rostini aytsam, biz anamızdan ayrılğanğa mana 14 yıl boptu. Men apamdan ayrılğandan keyin gapning ochiqini aytsam, analar bayramini ancha yaxshi ko'maydigan bo'lib qoldim. Ilgari kitap o'qish munberimizda har qitim analar bayrami haqida bir asarni o'qigan vaqtimda oldin tayyorlab olatdim. Bu qitim vaqtim yetmay qoldi. Lekin bugun atdigan do'stlarimning analar bayrami munosabati bilan avatgan shu qadar go'zal, samimiy tilaklarni o'qib, ham shuningga munosib javob berib, ondan chiqib qattiq yugurib etib, boshqacha yeniklab qoldim. Shunga kecharak bo'lsa-mu, kitap o'qish munberimizda analar bayrami munosabati bilan sizlarga bir she'r o'qib beray dedim. Bu she'r Tavarruk. Abduri Mehmet Hüsen. Tavarrukkan asli barınız, mehrinizda bezab hayotni. Berib sizken palladan o'tsak, un tivishsiz umid qanotni. Safarlarda kechada qalsaq, chiroq bo'psiz vallada yongan, ko'ch-ko'yda yursak so'qilib, jon balam deb yurakka tangan. Yelkingizda tog'din egiz ham, bosqinida balni chak etib, tinmabsizkan hech kimga bir so'z, levingizni tishlab qanitib. Farzandim deb qo'ram tashnimi, to'sibsizkan ko'krakni kerib. Opining xislatlarini bilarmizkan bak kechikib. Haqiqatanmi onalarimizning qadriga oldi bilan o'zimiz ana bo'lganda yetadiganmiz. Anamızdan vaqtsiz ayrılgan çağımızda bo'lsa, yurakdagi u azap mangu tugamaydigan bir azap bo'ladi ekan. Tilaydiganim bu dunyoda hayot yashayotgan barliq onalar salomat bo'lsin, ömrü uzun bo'lsin. Bizden vaqtsiz ayrılgan analarımızın makani nurlar içinde, Firdavs cennetlerde bo'lsin. Ahırda kitap o'qish munberimizdagi analarga bir ikki eg'iz taklif bergim kelyapti. U bo'lsa-mu, o'zinglar uchun vaqt ajratishni unutib qolmanglar. Albatta, analar uydagi
Hamma ishni desam ortiq qala, chunki oila a'zolarim yordamda bo'ladi, lekin onaning rolini, o'rnini har qanday biri bosolmaydi. Bo'libmi muhojiratda ota-onalarimizdan jiroqda, urug' tuqqanlarimizdan jiroq ahvol ostida farzandlarimiz uchun onalar biz nihoyatda muhim. Shuning uchun o'zimizni asraylik, o'zimizga vaqt ajrataylik. Davamlıq çeniqib, kitap o'qib, har jihatdan o'zimizni mukammalashtirib, yaxshi tutishga tirishaylik. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi kitap o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Bu qiz ayada saqlab turibdi meni, tugaganda o'tay deb. Shu qadar go'zal bir kun bo'layotdi mana. Degan chiroyli qa. Allah, shukr Allohim, shukr Allohim. Yetti tal o'zdim. Yetti degan nayta ulug' sangu biz Uyg'urlarda, ha? Yetti. Analarga sizlarga so'qitim. Xayr xo'sh. Kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'linglar. Aman bo'laylik. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Janna fontanini yeniden turib bir ko'rsatdi. Jigirishimni tamomladim. Shunga xotirjam. Shveysariyaga sayohat qilganlar cho'qim bir ko'rdigan ya bu.
Hech kim mendek yaqin kelamadi. Meni dardivamı bu xonimning deb qoldimi, yaqinda emas. Boluq hazır 10 kilometr yugurib tamamlagandan keyin toza qizigan vaqtda vau! Shundoq bir aramlıq to'yg'u his qildim juma. Shukr Alloh, shukr. Agar jannaga kelib qolsanglar, bu yana chuqur bir kelib ko'ringlar. Yana bir qatim ko'rsatdi. Men odatda sizlarga ana yerda o'tirib asar o'qib beraman. Vala.